Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görgücü karindaşlar. Tüzültüşke tegişlik illetler namlı programımızın ikinci sahne arkalı sizler bilen yanınız görüştük. Bugünkü programımızın aziz mehmini Şarkı Türkistan Ölüm Ala Birliği Reis Vekili Ustaz Mahmudcan Damallam, ben Riyasetçi Abdülahad Ucat. Hürmetli karindaşlar, bugünkü programımızda aldıraqsallık hakkında toxtalib o'tamiz. Hürmetli Damallam, programımızga vaqt chiqarganlik uchun rahmat qizg'in qarshi olamiz. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Programımızı başlasak, aldı bilen bu aldıraqsallık degan nima? Yani bunu ölüm ala qandaq tushundirgan. Bu haqda qisqacha tushuncha berib o'tsalar. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Thumma amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Tüzüşlik illetler degan bu temada ikinci qatımlıq leksiyada bugün o'ltiribmiz. Aldıraqsallık nima uchun bu mazmun to'xtalamiz desa, hayotimizdagi nurg'un bizningki o'zaro do'stligimiz, oila bo'lsin, tashkilotchilik bo'lsin, vatan da'vo xizmati bo'lsin, nurg'un ishlarningki keyinib ketishiga, nurg'un ishlarda peshkanlik uchrashga sabab bo'lgan yomon illatlarning biri qaysi desa aldıraqsallık. Aldıraqsallık degan nima desa, ma'lum bir ishni vaqti kelishdan burun tizlam vujudga chiqarish. Bu masalan vatan davası desak, ümidimiz ya xiyolimiz, tushunchamiz bo'yicha bo'lsa, biz shundoqlam uxlab qolsak, erta vatanimiz mustaqil bo'lib qolsa, bo'lsa hech qanday jafoni chekmasak, xafalikqa uchramasak, xo'sh, hamma narsa tayyor oldimizga kelsa deb mushuni umid qilish yoki vatanimiz darhol bir atogillam biz tirishchanlik qilmasakmi yoki ozg'in tirishchanlik bilan mustaqil bo'lib ketsak yoki bo'lmasa hech qanday tayyorlik qilmay turiblam to'y qilmaganlar men bir xotnasi masalan deb har qanday ishning tayyorligini qilmay turib, buningki bir ishni qilgandan keyin oxirisini qanday natija chiqadi uni o'ylashmay, kalliga kelgan ishni nima kalliga kelsa darhol shuni qilsam deganlikni odat nima deymiz desa, aldıraqsallık yo qiziqqonlik deymiz. yoki bo'lmaydi o qanday bir ishningki masalan Alloh bekitgan bir ilohiy qonun tabiati bo'ldi. Şu vaqt kelishidan burun amalga oshishini kutib, onunla gayri normal bir hareketini qilish tabiiy holda kainot har qanday ish Allohning urulashtirishi taqdiri bilan bo'ladi. Shuning qatoridan bizningki hayotimizdagi ishlarmi. Bu yerda asosliq birga Alloh subhanahu va taoloninki kainotni yaratishdagi qonun prinsiplariga rioya qilmasdan, g'albi mag'lubiyatdagi qonun prinsiplariga rioya qilmasdan, ustunlik yoki tuvan bo'lib qolishdagi qonun prinsiplariga rioya qilmasdan, bu yerdan men ustun bo'lay deganga ustun bo'lolmasligi yoki darhol g'albi qilay deb g'albi qilolmasligi masalan, ya'ni sababni qilmay turib natija kutish, bu nima desa aldıraqsallık. Aldıraqsallık odatda asl insonning tabiatida bor bir masala. Allah subhanahu va taolo Qur'oni Karimda xuliqal insanu min ajal. İnsan bunda aldıraqsallıkdan yaratildi degani, ya'ni har qanday ishni qilishda aldiraydi. Yani bir ayette وَلَوْ يُعَجِّرُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ. Eğer insanlığa ulağa yamanlıqni, xuddi yaxshilik, mana bir yaxshilik bo'lsa ekan deb yaxshilikning tez kelishini arzu qilgandek yamanlikni ashuna arzu qiladi ba'zi vaqt insonlar. Eski ishlarni ashuna arzu qiladi. Eğer şu yaman ishni arzu qilganligi bilan Allah ulağa o yaman ishni taqdir qilib tutuytirgan bo'lsa, ular halok bo'lgan bo'ladi. Ular tugashgan bo'ladi deb tasvirlagan.
Yani bir ayette ve yed'ul insanu biş-şerri du'aahu bil hayr. İnsan o'ziga yomonlik yitirgan, o'ziga ziyon yitirgan ishni xuddi yaxshilikni talab qilgandekcho talab qiladi deb mushnaq tasvirlagan. Demak, insonning tabiatida bu aldiraqsallik bor. Lekin shariat bu aldiraqsallikni umumyuzlik cheklamagan va shundaqli umumyuzlik maqtamagan. Yani her qandaq bir ishda agar inson o ishninki natijasini qanday bo'lishini obdan o'ylab, planni joyi tuzib, her qandaq plan tuzib mangandan keyin qandaq natijaga erishishdan qat'iy nazar keyin uning rozi bo'lib bir ish qadam bassa, bo'libmi yaxshi ishqa, bu nihoyatda maqtashga tegishlik ish. Masalan, namazga aldirash. Salatu fi vaqtiha deymiz masalan. Yani namazga aldirash deyli. Yoki uningdan boshqa Musa alayhissalomdan Allah subhanahu va taala Musa alayhissalomning tili orqali Qur'oni Karimda va'jiltu ilayka robbi litarda degan. Nima deb aldirab kelding degan vaqtda mendan rozi bo'lishing uchun men shuni aldirdim. Yani Allohning rozi qildigan ishlarga firalliq menib aldirsak bu to'g'ri. Lekin bizning bugun bu yerda to'xtalmoqchi bo'lgan aldiraqsallik nima o? Sükelgen aldiraqsallik nima o? Desa, sükeshlik tegishlik, tashlashlik tegishlik aldiraqsallik. Yani demakchi o'g'illar, islom aldiraqsallikning hammasini so'kmaydi. Haqiqatan aldiraqsallikni yani talab tashabbus qilmaydi. Tashabbus qilmaydi. Bir bo'lak aldiraqsallik va uni to'sadi. Yani bir bo'lak aldiraqsallik va aldirashqa tashabbus qiladi. Mesela şeriat buyurgan shariatningki aldiraqsallikqa bo'lgan nimasi shu. Şeriat buyurgan aldiraqsallik asosliq 4 ishda aldirashqa buyurgan. Birinchisi namozni vaqtida o'qishga aldirashqa buyurgan. Namozni vaqtida darhol o'qinglar, namozga azon chiqsa da. Ikkinchisi bir odam uylab ketib qolsa, bu o'lgan odamni saqlamay, falani kilitib, pustani kilitib ya falani jutdim pustani ya apirib qo'ydiq deyjumay hamma o'xshash. Uylikni darhol tayyor qilib, jinozasini tushirib qo'yib o'tish. Payg'ambarimiz hadis sharifda agar yaxshi bo'lgan bo'lsa, uning yaxshiligiga, ya'ni go'da rahat parag'at ko'rishiga aldiraysizlar. Yomon bo'lgan bo'lsa, uni kechiktirgandan so'ng u yomonlikni to'sashga hech qanday ahamiyati yo'q. Sizlar cho'misiz nimadan xoli bo'lsin? Ha, uningdan qutursizlar. U yomon odamdan qutursizlar deb bizga aldirashga buyurgan. Uchinchisi, qarzda bo'lib qolgan odam imkoniyati yetganda darhol qarzni berib o'tish lozim. Matlul g'aniy zulm. Ya'ni qarzni kechiktirish bir boyga nisbatan, imkoniyati bor odamga nisbatan zulm deb tasvirlagan. To'rtinchisi, bir odamning qizi bo'lsa, yo singlisi bo'lsa, to'y qilishga loyiq bo'lgan, to'y qilish yoshiga yetgan, axloqliq, iymonliq bir odam talab qilsa, buning uchun darhol qizni berish. Iza ja'akum man tardawna dinahu va xuluquhu fazawwijuh. Yani bu mesele yani aldırışık tegishlik ishlar va mushuningdan boshqa ma'lum mushuna shariat ma işte aldıranlar degan masalalar var. Mesela fafirru ilallah deydi. Allah'ın razılığı sile Allah taraf kaçınlar ve sari'u ila mağfiratin min rabbikum, yani Allah razı olduğun işliğe aldıranlar deb bu mazmunlar var. Bu maqtashlik tegishlik taraflar. Lekin hayotımızda biz duch keladigan, uchraydigan ishlar qaysi desa, eyblashlik tegishlik, aldiraqsallik qaysi desa, buning eng birinchisi, eng muhimlari mushu Allohning yardım kechikib ketdi, nimada yardım kelmaydi deb aldirab ketish. Bu vaqtda Xabbab ibn Arat radhiyallohu anhu bayon qilgan bir hadisda Rasululloh Makkadagi vaqt, musulmonlar ojiz vaqt, musulmonning qattiq qiyinchilikqa uchraganligini ko'rib chidayolmay Xabbab ibn Arat radhiyallohu anhu Rasulullahning yoniga kelib, "Ya Rasululloh, ala tad'u lana, ala tastansiru lana." Bizga duo qilmamlar. Bizga g'alaba ato qilishni Allohdan tilamamlar deb mushundaqcho yalvarib ketgan. Yalvargan vaqtda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam sizdan ilgari bunda bir qism odamlar bo'ldi, bir odam bo'ldi, iymon egasi. Bu odamni zolimlar, kofirlar shu vaqtdagi iymon etganlik sababidan ekilib, tutib, yani ko'lab, ko'mab
yerimini, ondan keyin yerimini bu şunda guşu bilen sünkini her bilen ayrıydı. Her deydi iki parça kılıdı. Muşunda kısmı ular dinden yanmaydı. Şunun çıdaydı. Dep bulap pat yakında muşunda bir vakitlar kirdi. Bu vakitta şu bir ayal kişi Yemen'den bir ayal Kabe'ge hiç nasıl korkmay tavaf kılıp kilaleydigan muşunda küller kirdi dep bulap velakinnekum kavmun testacirun. Sizler aldırıp kitvatisizler, manda aldıran kulukunu çok kımmanlar dep alahide bunu tosqat. Bunda aldıraşını. Ve Kur'an-ı Kerim'de yani netçe ayette kafirlarning yaman sübtini bayan qilgan vaqtda kafirlar özünün peygamberlerine can ilan qilgan vaqtda nima deydi desa ve yesta'jilunaka bil azab. Qani sen bizni iman etmisan, İslam'a kirmisan, azap keladi, Allah azaplaydi davatdan qani azap. Azapsız kəsunəmsə, göstərməmsə azabını, ilahini dua qılmamsa, dep kafirlar çoğu, özünün peygamberlerden Allah subhanahu ve ta'ala'nın azabını çoğu, tiz gelişini kütken, tiz gelişini, tiz cezalınışını kafirlar talep qilgan. Şunun için ma'u sükeşik digişlik, eyiplaşık digişlik, taşlaşık digişlik, aldıraqsallık. Davolam yuqurdan adraqsallıqnınki nima ekanligi shuni bilan birga yani bu İslam'daki da adraqsallıqqa qanday qaraydiganligi yani to'xtalib o'tdi. Hamda tuyanda bu insonda adraqsallık paydo bo'lgan vaqtida yani qanday alomatlar ko'riladi, qanday odamni masalan qaysi sifatlarda bilgan odamni adraqsan deyishga bo'ladi. Bu haqda bir qisqacha tushunib ko'rsak. Bu aldıraqsallıqningki bir shaxsdagi alomatlar qaysi desa, eng birinchi bo'lib ma'lum bir xizmatda, xususan bizning vatandagidek yoki mushunda beso'langan zaman mushundaq yerda umumiy xizmatga ta'sir yetirgan shaklda ma'lum bir shaxsningki ya ikki shaxsningki bu qilingan ishning oqibatini o'ylanmaylam masalan düşmanga zarba berish va yoki mushuningdan boshqa umumiy xizmatga ta'sir yetirgan ishlarni aldiraqsallik qilib oqibatini o'ylashmay yoki ma'lum bir tashkilot yoki bir musulmonlar jamoati va desak buning ishidagi asosli aql egillari, ilm egillari bilan maslahatlanmay aldıraplan bir ishni qilib qo'yash. O'zi yolg'iz qaror qilib. Yolg'izlam qaror qilib aldıraplan bir ishni qilib qo'yash. Shuni bilan bu ishninki oqibati bu xizmatga, mush jamoatga nurg'un ziyonni elib keladigan ishlar bor. Mana bu birinchisi nima desa, aldırap bir ishning oqibatining qanday bo'lishini o'ylamay, umumiy musulmonlarga ziyon yetib qoladigan ishlarni qilib selish. İkincisi mesela bizning vatandagidek yoki chet elda olsun bundaq ishlar yuz beradi. Bizning vatanda mesela tashkilotlar qurilgan. Vatanni ozod qilish uchun da mayli jihodiy yoki da'vat ishlariga ko'ngil berish uchun nurg'un tashkilotlar qurildi. Bu shundaq tashkilot qurgan vaqtida ma'lum jih tashkilotlar asosliq Xitoyninki, adamlarninki, munofiqlarning kirishi bilan pashvolab hech chiqmay turib o adam tashkilot qurdi. Bir adamning bunni qaratgan bir ish yo'q. Hech qanday ish qilmay turib 6 oydan keyin ya 2 oydan keyin o pashvolab shuning bilan haliq 10 bechora qarindishimiz jo 15-20 yillikdan turmak kirkitirgan ish vaqti. Ya'ni kishilarni sapga qo'shashda nayt aldiraplam ishga g'izda jalliq gaqib bersa, qiziqqanlik bilan gaqib bersa, bu odamning oqibati qanday odam, Xitoyning odami qanday ahirisi bizga ma xizmatga qanday ziyon yetkazamdi, foydab kelamdi deb buni tekshirib masalalamcho sapga, ko'ras sepiga ishonchsiz odamlarni qo'shash. Mana bu mu aldiraqsallikningki ikkinchi bir alomati deyishga bo'ladi. Chet eldimi bu? Ko'raldi. Chet eldim. Burun Pokistonda ko'ralgan. Voy biz jihad qilamiz deb chiqqan odamni sen qanday odamding deb tekshirish nada ekan? Peygamberimizden yanık bir şeyden ben Müslüman oldum deysen, rast Müslüman oldum, yalgan Müslüman oldum mu deb tekshirib diken mi? Bu tekshire yürüyüşünün nima işte deb bu xizmat işçiga, cemaat işçiga aşında
Xitoyning odamlarini tekshirmay turib kirgizish sababidan nurg'un xizmat uchun vayronchiliklar kelib chiqdi. Yani Xitoyning adamları demeyli de ama yani bir demek yani bir insanı, bir adamını cemaat ya teşkilatga tekshirmay turib, uni haqiqatni uqmay turib, uzun müddet kuzatmay turiblar işiga elish va onunga muhim ishlarni topshirish yoki bir nima qilish hamda vazifa topshirish. Vazifa topshirish shuni bilan bu vazifa oxirisi shu, ya'ni natija, shu biz mushakkaga vaqtga hozir natija qilsak, nurg'un ziyon chiqdi. Bu yerda shu yani biz masalan tashkilotchilik olsun, jamoatchi olsun, boshqa harakat ishlarda yani bir inson bilan tanishib ham uningga ish sirini ochmaslik yoki nimaga qo'shmaslik, jamoatga, tashkilotga. Yani bu sürüşçüler qo'shishning o'zi aldiraqsallikninki bir alomat. O'zingning ishlariga maxfiy tutish bilan sizlar ishingni joyida qilinglar deb ko'rsatmagan payg'ambarimiz. Bularmi bizdek odamlar o'zining ishlarini ajoyib maxfiy tutish lozim. Hozir masalan hayron qolarlik ishlar bo'ldi. Facebookda qo'pab masalan voy Turkiston armiyasi qurilsa kim bunga a'zo bo'ldi deb xat chiqarib qo'yganlar bor. Masalan bu yani buni bu armiya Facebook'ta kurduğun nasımı? WhatsApp'ta kurduğun nasımı? Yoki buni suhbatga chiqqan vaqtda kurduğun nasımı? Yani bu nima bu? Biz mumkin o niyati to'g'ri edi. Yoki yaxshi edi. Lekin bu ishlarning hammasi shu bizning shu ishni qanday qilishni bilmaganlikning ko'rinishi alomati. Ish bunda bo'lmaydi. Bu teşkilatçılık işi, bizdek vatani besivelingan zamanını azat qilishning işi, bu Facebook'ta bo'lmaydi, WhatsApp'ta bo'lmaydi, yani bir yerde bo'lmaydi. Bularning hammasi aldiraqsallikning kichik bir alomati. Aynda bir adam bir narsa yazsa, ming adam qo'pab, voy mana men tayya. Biz amaliyat kelsin ya. Amaliyat shunda bir qiyinchilik kelsin, haqiqiy jon verdigan, qon verdigan ya kelsin. Bu Facebook avval yozib qo'ygan bilan amaliyat boshqa. Xo'sh. Ve şundakla hem düşmenge alahide bir delil ispat olduğun, düşman bu adamla hemmini tekşür aleydiğen neyse hazır oldu düşmandan kuruda. Hemmisi bu bizim nadallığımız hem. Yani aldıraqsallığımızdaki bir alameti. Hoş. Muhim bir nokta var, muşundak meselelerde bir insanınki diyanetlik buluşu, takvadar buluşu, ma'lum bir tashkilot yoki jamoiy umum xizmatda madem bo'ldikan debla menishqa bo'lmaydi. Bo'lmasligi mumkin. Shunga bundaq masalalarda masalan payg'ambarimizningki Abu Zarga degan so'zi ma'lum bir meni ya Rasululloh meni bir joyga boshliq qilmamlar. Xo'sh. Desa Abu Zar sen aciz bu ish qarta. İnneke zayıf. Sen aciz bu iş qarta. Bu bir mesuliyet. Kıyamet günü pişman nadametki sebep buludu cahid ada qilmagan bolsa. Yani bu yerde aciz deganligi Abu Zarning iymoni aciz degan gapmi? Xo'sh. Ya fasiq degan gapmi? Albatta unda emas. Lekin ma'lum bir mesuliyetni o'z ustiga elib xizmatni joyida qilishdan aciz demakchiman. Bu imanda, takvadarlığı sahabının katısı. Şu yemutu vahdehu ve yub'asu vahdehu da sübetligen peygamberimiz. Üz yalğız ülep jada kıyamet günü üz yalğız kubudu da. Ayında dağılgan sahabe. Lekin hukuk tutuşta, mesuliyet tutuşta çoğu peygamberimiz sen aciz degen. Şunun için bunda hizmet meselesi de acayip tekşürüş lazım. Bir insanınki burungi hayatı, hozirgi hayatı alohida çok dikkat qilish lazım. Onun keyin sabq qo'shish lazım. Yani her insanın öz salohiyatiga qarab muomala qilish lazım. To'rtinchisi aldiraqsallikning alomati nima desa, jidal xoliq hamda. Hammadan bilan o'zining og'inlari bilan asan urushidi. Xotini bilan asan urushidi. Xotin kishi o'z eri bilan o'zi urushidi. Yo'q ishlan depimdi. Sabablik sababsiz ikki sherik tijorat qilgan bo'lsa ikki kunda sherik tijorat buziladi. Xotun bo'lsa, xotun yamallashib turdi, xotin yamallab ketdi ya eri uydan chiqdi. Ya balları bilan jidal qildi. Mushu
jidal nimaning sababi deysiz, aldiraqsallikning sababi. Ya bizning bir yağız gap yuteglik, ya bir iş olaqlar. Chiroyli o'ltirib temkinlik bilan bo'lgan ziddiyatni ya tushunishmaslikni hal qilishni bilmay, shuning bilan taras-turus urushyotgan, taras-turus tillashyotgan, shuni hammasi shu desa, shu aldiraqsallikningki asosli ko'rinishlari deyishga bo'ladi. Xo'sh ustoz, endi keldik bu aldiraqsallikningki insonga, ya'ni shaxsga yoki jamiyatga qandaq ziyonlari bor, qandaq ziyon olib keladi bu vaqtda qisqacha tushunib o'tmasizlar. Aldiraqsallikning endi jamiyatga eng muhim ziyni nima desa, eng xatarlik ziyni. Xo'sh. Bo'lapmi xizmatda bak aldirab ketgan odam, ya'ni mevani pishishdan burun uzuman degan odam, Xo'sh. keyin baq kirma so'q qilishi mumkin. Ya'ni qattiq g'urun, susluq yetishi mumkin. Nima uchun desa, haliqa bizda bir gap bor, qo'ling yetmagan uzumga Achchiq. Qulog'ini sunma yoki achchiq degandek, xuddi shuningdek, haliqa bir ishni qattiq aldiraydigan odam, natijaga aldiraydigan odam, masalan, tijorat qilib, darhol men pul topsam bo'ldi. Zot 5 ga ishirib men $10,000 mablag' solsam bu $15,000 bo'lsa bo'ldi degan odam pulni ziyon tortib, hech ish qilolmay o'ltirishi mumkin. Mayli turmushda, mayli o'qishda darhol men zodi 2 yil bilan o'qib menda katta olim bo'lsam bo'ldi deb oldirgan odam keyin o'qishni tashlaydigan, chunki u aldirish bilan umid qilgan g'oyaga yetish arzu qilgandek bo'lmasligi mumkin. Mayli tijoratda, mayli turmushda, mayli o'qishda, mayli vatan davosida. Hozir burunmi deb o'tdik, masalan, 3 yilni oldidiki, nurg'un da'vogarlar hozir jamiyat yo'q. Nurg'un inqilob qatnashgan odamlar hozir jamiyat yo'q. Hammasi nurg'un odam o'z ishiga kirib ketdi. Nima uchun desa, o vaqtda mushundaq aldirash bilan, ya'ni tuz namoyish qilsak, oni qilsak, guvohlik qilsak, buni qilsak, darhol bir natijaga erishib qolamizmi-ki deb o'ylagan. Lekin o natijaga erishamadik. Erishamagandan keyin nurg'un odam saptin tushib qoldi. Bu oxiris nimaga olib bordi desiz, jamiyatda mushunda aldiraqsallik bilan bir ishni qilib, keyin natijaga erishamay qolsa, umumiy andan susluqqa, g'ururlikqa, beparvolikqa olib bordi. Eng birinchi ziyni mana bu. Xo'sh. İkincisi, bu aldiraqsallikning o'zi xizmatni nurg'un kechiktirib o'tishi mumkin. Necha yil oqisiga chekindirib o'tishi mumkin. Masalan, qaysi tarafdan deylar? Masalan, ma'lum bir tashkilot deyli. Masalan, yoki ma'lum bir shirkat deyli. Bir ishning oqibatini o'ylamaylam, aldiraqsallik qilib, plandan birini tuzdi. Voy ma ishni bunday qildi deb. Buning qonuniy tarafdan oxirisida qandaq ziyni bor, masalan. Yoki bu tijoratning oxirisida qandaq ziyni bor, buni o'ylashmay mablag' soldi, o'ylashmay ma'lum bir xizmatga qadam bosdi. Xo'sh. Qadam bossa, andın bundan salbiy natija chiqsa, keyin pulni ziyon tortdi masalan tijoratda. Aynı adamlar hayatda bo'lib turdi. Nurg'un odamlar dollarchilik ziyon tortdi, uning ziyon tortdi, buning qo'l faqatlam pulni arilib ketganlar va tijoratchilar. Tizlan pul topsaq bo'ldi degan maqsadda. Tizlan pul topsaq bo'ldi, dollarchilik bozorga kirsak, pulni oson topib ekanmiz deb kirdi. Necha yuz ming dollarni, necha million dollarni hatto ba'zi odamlar ziyon tortib, faqatlam yandı pul yo'q. Necha yuz ming dollarning egisi keyingi kunda 2-3 ming tiliga oylik ishlaydigan yerga tushib qoldi. Bu nima desa, pulni men tizlam topsam bo'ldi, japa tortmay deb aldirab aşıq kirib qolganlar. Xizmat nima desa, shunda hozir masalan Turkiyada olsun, ya dunyoning boshqa yerida olsun, har qanday bir tashkilot har qanday ma'lum bir ishni qilmoqchi, buning oqibatida nima ish bo'lishini tasavvur qilmay, bu vaqtda o'ylashib yurmay bir ishni qilib qo'ysa, nurg'un ziyon, xizmat oqisiga ketirgan, hatto nurg'un xafalık uchraydigan ishlarning yuz berishi bu aniq. Shuning uchun har qanday tashkilot yoki shirkat yoki tijoratchi bo'lsa tiz pul topsam bo'ldi, pulim 5-6 oydan manchilik asli bo'ldi degan maqsadda ish qilsa mumkin o'riladi, ziyon tortadi.
Ve şundaqla siyasi xizmat qilayotganlarım, tashkilotlarım cho o'ylish basmasa har qanday qadamni keyin necha yillik sağlam binani örüp tashlaydigan ishning chiqib kelishi mumkin. Şuna bununla dikkat qilish lazım. Şun umumiy bir hadis var. Amalning qaysi yaxshi desa, doim qilingan amal. Üzlüp qolgan emas, doim qilingan amal bu az bo'lsin mush yaxshi degan. Şuna bizda adet qurut tüyrükni yuğan xane yıqtıdı. Asta yep. Ma'lum tamchigan su tashni cho teshidi degan gap bor. Nima uchun desa, har doim tushgan bo'lg'achqa. Har doim tushib turgan bo'lg'achqa bu oxirgi natijasi doimlik ishninki shunga ajoyib yaxshi bo'ladi. Qachon desa, doim uzilib qolmay qiladigan vaqtda. Har qanday xizmatni, o'qishni bo'lsin, tijoratni bo'lsin, tashkilotchilik, davoni bo'lsin, üzülüp qilish bu hammadan ziyonliq. Duodimiz ziyonliq. Payg'ambarimizning duoni misali har doim qilinglar. Zerikib qolma. Qanday qiz zerikib qolgan bo'ldi ya Rasululloh, malol yetgan bo'ldi. Duo qildim, Alloh ijobat qilmadi deb tashvatsa, mana shu chog'da shu ziyon shu deb ko'rsatgan. Endi ustoz yuqorida sizlar masalan bu adraqsalliqninki tashkilot, jamiyat, xizmatga bo'lgan ziyonlarni so'zlab o'tdilar. Endi bu adraqsalliqninki kishilarga, o'z shaxsiga, ya'ni bu qanday jonlanib keldi? Bu adraqsalliq bo'lgan vaqtda masalan jamiyat nimaga, shaxs o'zi qanday jon tortadi? Bu haqda qisqacha. Masalan, Duduqam Nodir degandek, bir odam duo qildi, duoyim ijobat bo'lmadi deb duoni tashladi. Uni o'ziga bo'lgan bir ziyon. Ikkinchi masala masalan bir xabarni angladi. Onu adrablar yerden aldığında takat ya hakiyet yüzde. Bu mu yani onunki yalgancılığa, böhtanga iftira oldu. Bu şunun qarşılaş yani nurgun misalları buluşu mümkün. Birinci zini abiyatım bir qura qismini deb o'tdik. Aldiraqsan adam eng birinci ziyon ta'tirg'ini qaysi tarafdan ziyon ta'tiri desa, bizning farvoydigari bo'lgan ishonchi ziyon ta'tiri. Ya'ni iymoni joyida bir odam aldiraqsanlikning tufaylidan qalbini kutdi, shuning bilan qalbi kelmay qoldi, kutgan vaqtda shuning bilan bu odamning iymoniga shak tushdi. Hozir nurg'un odamlarda bu yo'q emas ba. Biz mushunda duo qilyapmiz, ani qilyapmiz, mani qilyapmiz, hazab bo'lib ketdi ya. Xitoyning halokat hazab kelmadi ya. Biz Allohga nima qilgan bo'g'i to'q. Bizning ata-bobolarimiz Allohga nima qilgan bo'g'i to'q. Yani Xudoning rahmatidan umid uzishdak bir ig'ir jinoyatga tushdi. Eng ig'ir ziyon nima desa, Allohga bo'lgan iymoni ojizlaydi, shak tushidi, Allohning rahmatidan o'zini mahrum hisoblaydi. Eng birinchi ziyon bu, iymon ziyonidir. İkinci ziyon nima desa, shaxsga bo'lgan ikkinchi ziyon bu aldiraqsan odamningki haqiqiy kuyimchan do'sti bo'lmaydi. Nima uchun desa, har doim ashna aldiraqsan bo'lgandan keyin qiziqqan bo'lgandan keyin o'zining do'stlari bilan asan urushib qoladi, qapulishib qoladi. Shuning bilan kuyimchan do'sti bo'lmaydi. Hatto oilasidagi turmushi uchun xotirjam, baxtli yashayolmaydi. Bu amaliy hayatımızda biz acayip görüp duruyoruz. Bunda qani qiziq, aldiraqsan adamlar, meyli er olsun, meyli ayol olsun, turmuşda xotirjam emas. Bu do'stlardan ayrilish, ikkinchi ziyon, turmuşda xotirjamsizlik, uchinchi ziyon, to'rtinchi ziyon hamda bu adam, masalan, bunda aldiraqsan adam, masalan, aldirab lam xotinni taloq qilayotgan ahvalarını anladık mesela. Aldiraqsanlıqdan necha xotin nimish talaq qilyaptilar desa mesela, talaqimni va debdi shu talaq qilyaptim. Talaqimni va debdi beryaptim. Bu talaq degan u alaqa ba'zilar mal emas ham bu. Qo'ykal emas. Voy yuzgo'y ba'zilar mani desa aslam haq beryapti deydigan masalan. Soğudu da mümkün. Dükkan açık adam soğudu da. Bir nasıl vay mançpuk beslen anı dese bir ves bulu da. Lakin bu turmuş meselesi, ballar meselesi. Xotin kişi nimi deydem de yaksızını tutup urandı yerine. Şu açık gelgen vakti deydiğen nas şu biçarına. Xitimni ver deydem de.
Yani xotin kişinin deydigan gepi xitimni va deydi. Xitimni va deganga berib turgan narsa emas endi bu. Shuning uchun oildan baxtsiz, do'stlardan taxiroq, eng muhimi iymonda taxcho, shakka uchrab qoladigan, Allohning rahmatidan o'zini jiroq hisoblaydigan, umum oxirisiga berib andan bu odam haliqi huron hech narsaga beparvo qaraydigan mushunda bo'lib to'kishib ketadi. Buna ait xatarlik illat. Allah razı olsun. Endi keldik bu insan nima uchun mushundaq aldiraqsan bo'lib qoladi? Buningga sabab bo'lgan narsa nima endi? Buningga bir ma'lumot bersizlar. Eng birincisi bunun sebebi yukarıda en baş dedik. İnsanın tabiatı bu aldıraksallık. Allah şunda yaratkan. Allah şunda yaratkan bu ağaçka bu aldıraksallık, micaz, tabiat var. Lekin bunu kontrol kılışını yönünü Allah kösetti. Kur'an-ı Kerim'de kösetti. Peygamberimizin hayatını kösetti. Et-te'enni minel-Rahman vel-aceletu mineş-şeytan dedi Peygamberimiz hadiste mesela. Temkinlik Rahman Allah'tan, aldıraksallık çoğu dese bu şeytandan dedi. Şeytanın ahlakı dedi. Hem kafirliğinki süpetlerini ve yesta'cilunke bil azab. Muşunda Allah'ın azabı tizkası olmam deyip ola aldıraydı o. Dep bu arkalık bunun yaman iş işkelligini bizge tunuttu. Peygamberimizin hadisler arkalık bu yaman iş işkelligini tunuttu. Peygamberimizinki hayatıdaki iş izleri arkalık bizge bu aldıraksallıkның ümmetke nurgun ziyanını epkegelligini bizge tunuttu. Şunun katarında mesela Gazvat Uhud uruşudaki tağ üstüdeki mergellerinin vakaligi mesela Uhud uruşuda mağlubiyetki sebepçi olan iş nima dese Peygamberimiz şu mergellerini mening buyruğumni icra qilib nima ish bo'lib ketsa tushmanli pastga bizni mayli mag'lub qilib bizni o'ltirib bizning go'shtlarimizni qushlar yeb ketsimi tushib sizlar ma tag'ni tashlab tushmanglar deb mergellarga shunda tavsiya qilgan. Lekin bularcho keyin aldirab ketib dunyoga aldirab ketib g'animatga aldirab ketib tag'dan tushdi. Şunun Peygamberimizin buyruğunu icra qilmadi. Şu sebepten çoğu Müslümanlar mağlubiyetga uchirdi. 70-ci sahabe bu urushda şehit bo'lib ketdi. Onundan başka Peygamberimizin qilgan nurg'un ishlarda sahabenin ishidiki bu aldiraqsallikninki ne kadar zor ziyonlarni epkeganligi bu tarix kitaplarida bu yozilgan. Shuning uchun birinchisi bunu kontrol qilish lozim. Aldiraqsallik bo'lsa bunu kontrol qilish lozim. İkincisi ise kan kızıqlık endi. İnsanninki zulümni ko'rgan vaqtda, iymoni oshgan vaqtda qan qiziydi. Qanning qiziqligining oqisidan ma'g'un tursa, nurg'un ishning oqibatini o'ylamaylar. İman oshgan vaqtdagi ichidagi iymon, ya'ni din uchun, millat uchun bir ishlarni qilishga undaydi. Buni umumiy kontrol qilib foydali ishga yuzlantirishga ilm bilan, aql bilan tirishmasa, bu qiziqarlik oxirisida ziyonli ishlarni qilish uchun elib berish mumkin. Shuning uchun Allah subhanahu va taala mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Mekke'deki vaqtda sahabilni ve peygamberimizni müminlarni uchun alohida mush bulavatgan zulm qarta qandaq muomala qilish. Bu yerdagi iymonni yoki qiziqqanlikni qandaq kontrol qilishga buyurib nima degan desa vasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Kafirlar seni hozir tuhmat qilyapti. Seni sarang deydi, u deydi, bu deydi. Nurg'un gaplari jiq. Bularning degan gaplariga sabr qil. Chidabdi hozircha. Xuddi hozirgi vaziyatimizga qarasak hamda. Ajoyib o'xshaydi. Chet elda vatan uchun, millat uchun xizmat qilayotgan tashkilotlarni bir qancha barmoqlar sanag'ili bo'ladigan, ya'ni kimligi ma'lum emas ba'zilarining ma'lum bo'lsa-mu, ya'ni shunday bir odamlarni shunday kishilar og'ziga kelganini deb binasidan davatidi. Shuning misoli bu musulmonlarga endi Makkadan shu ojiz vaqtda ajoyib eg'ir gaplar deyilgan. Qur'oni Karimda yo'l yo'riq ko'rsatib o'sha oyatda ularning degan gapiga chidasan hozircha. Vahjurhum hajran jamila. Sen chiroyli tashlab qo'y ularni. Karim bo'lmasin. Ya'ni tilli deb ularni tang tillama, ularning saviyasiga tushib
Ve şundakla ulağı çoğu sen kural kütürep bir işini kılma. Kaçan dese Mekke'de. Muşunun başka anda yani nurgun ayetler var. Nurgun çoğu muş mezmunda وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً اَتَصْبِرُونَ Bazılarını biz muhinde sınak kıldık. Muhinde yama adamla yakşı adamın tıllaş ulan mesela. Sınak endi bunu çıdamsız yakmı. Sabır kılış dese sabır kılış degen şu turuş deganlik emas. Sabır kılış degen qiyinchilik çıdaş. Özünün nişanından qat'iy voz kechmaslik. Özünün g'oyasiga yetish uchun har qancha zarb bo'lib tursinmi, özünün yo'lni tashlamay, yo'lda ching turib menishning o'zi mana bu haqiqiy sabr degan shu. Biz shundan dars olishimiz kerak. Tabiiy holda u bulayotgan gapliga rad qaytirib yoki uningga tillaganni tillayman deyish bu sho'lning saviyasiga tushish. Masalan, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam la takun la'anan va la sabbaban degan. Sen xalqqa la'nat o'qiydigan, xalqni tillaydigan ishni qilma. Peygamberimizin nurg'iyadi sarang deglik shunami yo'qmi? Kazzab, yolg'onchi deglik. Aynda yolg'onchi, kazzab deganligiga Peygamberimiz sen asli yolg'onchi yoki sen asli kazzab yoki sen andatın mandatın deb unda tillamagan, tillab javob qaytarmagan Mekkedagi vaqtda. Keyin kuchlangandan keyin, davlat qurgandan keyin javoblar xilma-xil bo'lgan. Şu musulmonninki hayotdagi tutgan yo'li cho nurg'un buyurilgan ish va uni shu vaqtda qilinmasligi mumkin. Har xil sabablar tufaylidan. Bunu bilish lozim. Vaqt kelganda sharoit pishib yetilgan vaqtda qildigan ishlar va uni bilish lozim. Qo'lda kuch va vaqtda qildigan ish bilan ojiz vaqtda qildigan ishning farqini cho ham bilish lozim. Ana uchinchi bir sababi bugünkü zamandaki tizlik hamda. Bugünkü zaman şunda terakki edip gitti. Hazır bir yerden bugün bir yerden ete net saat içinde Amerika oralaydı, Irak oralaydı, dünyanın her kayısı yayılırdı ki insanlar bilen çok alaklaşalaydı. Şunda zaman terakki edip zaman tizleşip gitti. Onda boğan dikin hizmet edildi mi çoğu? Onda tiz kıysak, dünyamında bir yüzüge ilinip ketken tutsa de bu zamandaki tizlik andın mı insanın hayatının nurgun işinin akıbetini oylay jümey tizlem kılışka sebep çok kılışı mümkün. Dördüncüsü andın düşmanınki bugünkündeki ehvali. Mesela bizim vatanımızın desek zade biz konumuzdan kelse hazır asla aldırışımız lazım nurgun işka. Düşman kündün künüge küçüğü atırır, kündün künüge bizim halkımızını zaten eşnimizin koymaslıkka tırışıp atırır. Çoğlarını turmu bilen öldüreş bilen, küçüklerini asmalasıya kılıp Xitay terbiyeleş bilen zaten muşundan baksa bizim vatanda fakatlam zaten bir 50 yıldan keyin Müslüman kanmıgıdak muşunda bir siyasetini yürgüzüp atırır hazır. Acayip ağır siyasetini yürgüzüp atırır. Muşundak siyaset yürgüzüp atkan vakitte bizning hazır kılalaydigan işimiz nima? Bunun karşı nimini kılanmayız. Bu hakta biz oylanışımız lazım. Yani bu hakta bir adam işkedem çıkıp uyan bir yanda bir iş kılmaya şölen yani meselenin hal kılınır olmaydı o. Demek çoğalları ben gapini biliyattim. Muşundak bizim vatanga okşaş zulüm var bir yani düşmanın kolda yaşayotgan bir şahslar yani milletler davamlıq şu zulümni qutuluş için bir iş qilishga aldıraydı. Bu aldırışı haqlı to'g'ri, shunda qilish kerak. Tabii. Lekin bunu yaxshi o'yinni parkat qilish kerak demakchi. Bu ne? Mesela bunda zulüm batı bir iş qilsak o'taplam chiqib ish qilmaslik, ama aldan teşkili halda qilish kerak. Neticelik ish qilish. Neticelik ish qilishga tirishish lazım. Hele bir adamning ikki adamning aldırışı bilan bu mesele olmaydı. Hatta bir teşkilat ya iki teşkilatın aldırışı bilen mesele olmaydı. Bunun hemimiz aldırışımız bu aldırış neymi bulaş lazım? Biz özümüzün birlik sepimizin takımı güçlandırışta. Bütün dünyadaki insanlarını özümüzün sepigi elişqa. Yani Xitaydan başka dünyadaki insanlarını
bizning haqliq ekanligimizni ularga tuntib, bizning sepimiz turadigan yerga ekilishga aldirishimiz. Xitoyninki naqadar dunyoga og'ir tahdid ekanligini tushuntirishda alohida aldirishimiz. Bizning qalbimizningki cho'qim nurg'un kuchning hamkorligi, birligi bilan qo'lga keladiganligini bilish. Xalqaro vaziyatni tashlashga, qo'shni davlatlarning vaziyatlarini tashlashga, buning xuddi biz tushimizda ma'lum cho'ng ishini qilib so'ning adam inson tushirib uchirgan, uchib tushadigan ish va so'ning dengizning ustidan mengib ketirgan, mengib o'tib ketirgan ish va. Ma tushda xiyol qilsak bo'lmaydi. Ya'ni aldiraqsanlik qilib, ya'ni demakchi o'g'illar, ya'ni biz hozir ma Turkiya turibman, Xitoyni yoki butun dunyoni qarshimizga qilib bizimiz yolg'iz Xitoyga qarshi tura oladigandak bunda o'ylab qolamiz. Biz ma Turkiyada ya Amerikada ya Yevropada turib, masalan, xuddi zada sun'iy amra orqali beriblan bir ish qilib turgan odamdek, masalan, yoki tushimizdagideklan bir ishni qilib masalani hal qildigandek manda tasavvur qilish yoki mush shaklda kishilarga tashviq qilish yoki mush shaklda so'zlab kishilarga ruhlantirish, ho'kilurish. Bu mandaqcha aytganda aldamchilik endi. Asli ishning haqiqati nima desa bu aldamchilik. Bu aldamchilik ma'lum vaqtliq botir bo'lishi mumkin xalq oldida. Lekin ish kuchli etilo ya hozir o'tdi masalan nurg'un odamlar har xil yo'g'on gaplarni qildi. Hozir qadar o'xshash turyapmiz. Normal gap qilganlarga o'xshash turyapti. Har yo'g'on gapni qilganlarga yana o'xshash turyapti hamda. Bu yerda amaliy bo'lgan xizmatda bir o'zgarish yo'q. Shuning uchun biz hali ruhlantirish, ho'kilurib, xalqni ruhlantirib qo'yib, uningdan keyin uning ta'siri tugab ketgan vaqtda uxlab qoldigan ish hamda. Ma şekilde iş olsa olmaydı. Çoğum biz düşmanımızın ahvalini obdan düşünüşümüz lazım. Düşmanın ahvalini ve yüzümüzün ahvalini çok obdan düşünüşümüz lazım. Şunu bilişimiz lazım ki tarihten bu yan her kandak güçlenen devlet mengu güçlenip yaşayan emez. Acizler mengu aciz kalan emez. Çoğum acizin güçlendiğin vakti kuşlukman acizlaydigan vaqt ço'qim keladi. Buni unutmaslik lazım. Beşincisi ondan eng muhimi düşmanninki bizga qarshi turishdagi vositalarini bilmaslik. Buning usluplarini bilmaslik. Yili-mikirlarini bilmaslik. Eng xatarlik vosita nima desa? Düşmanninki musulmonning ichidan bir qism odamlarni musulmon qarshi qilib qo'yash. Yani biz dava sepideki bir kısım adamni yani dava sepideki adamga qarshi xizmat qildigan, qarshi harakat qildigan qilib qo'yash bu düşmanning tarixdan bu yangi vositasi. Buni alohida diqqat qilish lozim. Yani müşahada mush aldiraqsanlikqa diqqat qilib, hozir jamiyatimizda ajoyib mushuni his qila olamiz. Nurg'un mumkin bir yer kelib o'ltasak, paranglashsak, suhbatlassak, hal qilg'ini bo'ldigan nurg'un masalalarni nurg'un tushunishmaslikni chiroyli kirib suhbat orqali hal qilib, ma ishimizni to'g'rilab, joyida mangayli deyishni o'rniga aldiraqsanlik qilib biznes yozayotgan, aldiraqsanlik qilib bayonot yurayotgan, aldiraqsanlik qilib ikramga chiqib so'zlayotgan, qalayimxon gapni qilib, shu orqali o'rtadagi munosabatlar texim yiriklashayotgan, texim insonlar biz-bizdan yiroqlashayotgan o'shunday ahvol bor. Bu asli bilsak bu düşmanın planı. Düşmanın hilesi. Xitoy kommunistlarının siyaseti, hilesi, vatandan qo'llangan bu ishni Sopolan Vahabiyni bizni qarshi qilib, ikki olimni biz kizilgan bizga selab, uningdan boshqa o'qituvchilar ichida bo'lsin, hamma nimada zada, ziyolilar sohasida bo'lsin, ilm sohasida bo'lsin, birsiga qarshi qilib qo'yib, kurashni o'zaro qildigan mushunda holatni shakllantirish tarixdan bu düşmanın suiqasdi, yilisi. Bunu obdan bilishimiz lazım. Bunu tarixni o'qish orqali hozir chet elda shu bo'layotgan. Chet elda shu bo'layotgan. Nurg'un qo'llarni buning qatida nurg'un maxfiy qo'l bo'lishi mumkin. Nurg'un sabkungul odamlar bor. Lekin shu sabkungul odamlar ma masalani manda chiroyli hal qildilar deb tamkinlik bilan chiroyli o'ltirishning o'rniga aldiraqsanlik qiliblar bir gapni oldi, o gapning rost yolg'onligi noma'lum. İşensiz oluşu mümkün ya yalgan gap oluşu mümkün.
Lekin buni ishinib ketiblamandan keyin nurg'un ishni buzadigan mushundaq ahvol bizning ishimizda shu alohida bor. Undaqda shu buni masalan hal qilish mumkin emasamdi. Shunda bir ahvollar yuz bergan vaqtida shu kishilar cho'qim aldirmay o'yinlab, o anlagan gapni, ko'rgan masalan bir narsa bo'lsa, uni tekshirib, ondan keyin shu odam bilan bir gap o'tirib hal qilsa deysa, o shunda ish yana nurg'un xabarlik shu orqali hal bo'ladi. Bu iliqi gapga anlaganlik gapga ishonishning o'zi. Anlaganligin gapga javob berish, yolg'onchilik asli. Peygamberimizin hadisinde kefa bil mer'i ismen en yuhaddise bi kulli ma semi'a. Yani günahın deyse günah yeterlik anlayan gapning hammasini qilishdi. Hozir şu WhatsApp'da gap yo'tkazishning o'zi, Facebook'da paylaşishning o'zi hammasi yolg'on gaplarni shuning ichiga kiradigan masala. Shuning bazarini chiqarish hamda yolg'on gapning bazarini chiqarish, yolg'on gapni dasmiy qilib cho taraf-tarafga bir uni mol qilib satqanlik hamda. Shuning uchun ma dushmanning hilesiga musulmonni bisi-bisiga qarshi qilib qo'yishdan iborat ma hilesiga diqqat qilish lozim. 6. bir muhim nokta, muşunun sebebi, aldıraksallıkның sebebi nima dese, cemiyetteki bozuk işler, hata işler, münker işlerin köpeyişi. Andın bu münkerni, bu hata işini qandaq qilib yo'qotish, qandaq qilib o'zgartirishni bilinmaslik hamda. Qandaq qilib o'zgartirishni bilinmagandan keyin shuni bilan aldiraplam bir ishni qildigan gap, masalan, dünyanın her qaysi joylarida bo'lib ekan, bizning vatandan bir zamonda bo'lgan. Nima desa, masalan, biz ma'lum Xitoy azaldan bizni resmi urdigan, tillaydigan bizni, yani o'zimizning xalqini izdigan yerda Xitoy bevosita ezmaglik. Cho'qim bizning Uyg'urni salag'liq endi. Shunday. Uyg'urni salag'liq. Andın şunu olan biz qanday qilinglik desa, Xitoyga zarba berishning o'rniga nurg'un yerda shu tabii Uyg'urlarning nurg'un askarlari bor. Unda deganlik ki Uyg'ur yaxshi demakchi emas. Shu Xitoy bilan hamkorlashgan Uyg'ur yaxshi emas. Lekin bu nima desa bir vosita asli. Asli bu ishni ijro qilayotgan qaysi? Buyruqni berayotgan. O Uyg'urning ya ikki Uyg'urning ya 10 Uyg'urning yo'qolishi bilan onu çıkıp onun eski işini kıldığın nurgulları yan çıkarımda. Çünkü pul var, hukuk var, mensep var. Nurgul mesele var. Asıl işinin yıldız ne mi? Dese, işinin yıldızı vatanımızdaki Xitay tarafından igellivenişi. Vatanımızdan besivelinişi. Bizden düşmanımızdan Xitay komünistleri ilkelliği ma işinin en negizi şu. Özger tişiktigişlik, yok tişiktigişlik, münker asıl şu. Uyadik adın harak satavatkan dükkan ya tamak satavatkan dükkan, tansıxana ya uç deganlar hammasi nima desa, şu çoğ münkerninki sayısida bulavatkan işler. Bizning nurg'un tirishchanliklarimiz nega bo'ldi desa, şu çoğ münkerning sayısida yaşavatkan, saydavatkan kichik münkerlarga qarshi turish yoki uni yo'qotish çoğ münkerni çoğ hatani yo'qotishga alohida kuch chiqarmaslik yoki buni bilinmaslik. Xuddi shu bir ishni ham yo'qolib olsak, bu ish ikkinchi yuz bermaydigandek o'ylab. Masalan, Tansixondan bizni yo'qotsak, uni o'rniga texim yaxshi qilinib, 10 Tansixonning selinishini o'ylamay, buni qiziqtirib, mushundan kuch chiqarib, o'rin berib qilayotgan hokimiyatmi yoki ne deb buni bilan jiq o'ylashib ketmay, shu ko'zimiz ko'yganni yo'qotish ishning asli yiltizi bo'lgan, asli münkerning en beşi olgan, en çoğu olgan tecavüzçü karşı duruşunu taşlap qo'yish. Bunun bilan kar olmaslar. Şunu cemaat hatta bizning Uyg'urlarning ishidimi? Uyg'urlarning ishida o'g'ri va do'konda xalqning do'konini o'g'irlaydi, ya palaniyan chaqidi, pustonni uribdi, o'qitdi, bo'qitdi deydigan mushunday gaplarni shu o'z zamonasida tarqan. Biz hamdalika har qanday bir münker xato ishni jamiyatimizda, hozir biz chet elga kelsak masalan, bunu yo'qotsak, buningdan texmi zo'r, texmi yomon bo'lgan bir yomon natija kelib chiqamdi yoki bu yo'qlamdi. Buni qarash lozim. Munkarni yo'qotish shariatning buyrug'i. Wala uladafullohi nasa ba'dahum bi ba'd illa fasadatil ard.
Allah insanlarını bisi söylemeyinler kontrol kılıp tuğmasa, yani bisi seliş arkalık, insanların bisiga uruş arkalık şunda bulmasa, zamanın kanuniyeti bozulup gitti. Bunun da başka man ra'a minkum munkaran felyughayyirhu bi yadihi. Fe illem yastati, yani hadisin ahirine varmış. Üç dönemde. Kolu bilen tüzdeş, kolu bilen tüzdenmez, teli bilen tüzdeş, teli bilen tüzdenmese kalbi bilen bunu yaman görüş, karıştırış. Bunun da başka nurgun hadisli var. Hatanı yok doğrusu da. Lekin bu şart. Şart bilen icra kılınış lazım bu buyrukla. O şart ne mi dese? Kaçanı ki muş münkerini yokatsak bu yokalamdı ya ki bunundan mı çok münker bir hata iş gelip çıkamdı bununla. Onu oylaş gerek. De bunu oylap adını iş tutuş lazım. Acına iş tutalasak o çağda çok hakiki bizim dinimizni düşüngen bulunuz. Biz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin hayatı qaraydigan bolsak, Peygamberimiz peygamber bulup Ka'ga vaqtini tatib, Ka'bani ipchorisi butlubatı. Resulullah şu an namaz okuydu. Mesela adette bir öz zamanısında Müslümanın 4-5 Müslümanını keçili berip lan ma butulunu bir çakıytınla dis çakıytalam tiyakmı? Elbette çakalaydı. Lekin Peygamberimiz onu kılmagan. Ta Mekke'de 13 yıl durup ondan keyin Medine'ye verip 8. yılı resmi Mekke'ni fetih kılıp kirgendiğin keyin andın çakkan butni. O çakıcı 21 yıl ötken Resulullah çok çakılmagan. Neyim için? Mekke'deki vakitte eğer butni çakkan bolsa uyadaki 10 but olgan bolsa onun 50 butni Mekke müşrikleri yasayalaydı. Salalaydı. Şunun için bu yerdeki en çok münker qaysı dese şirkning bo'lişi. Xuddi bizning vatanimizda en çok münker qaysı dese tajavuzning bo'lişi. Tajavuzi yo'qolsa, buning saydavatgan nurg'un münker nurg'un xato ishlar yo'qoladi asli. Peygamberimiz buni haqiqiy bilgan bo'lg'achqa, mesela nurg'un zinaxor ayollar şu Mekke'deki vaqtda. Aynı butluvatı, nurg'un ishlavati. Onun karı olmagan Peygamberimizin. Onu kalbide yaman körtü tabi halda. Yaman körtü. Lekin onu kol bilen özgertişkiço yani yötkelmegen. Kol bilen özgertirgan işini kılmagan. Lekin Medine kilep neçkatim uruştu, galbi qilib, devlet kurup, Mekke'ni fetih qilgandan keyin şu andan butni çakkan, nurg'un ishini qilgan. Bu hatta aciz vaqtda. Hatta Müslümanlar kuchli bo'lsa-mu? Müslümanlar kuchli bo'lsa-mu? Ma'lum bir ishni qilishning o'zi musulmonlarning ishida fitna fasodga sabab bo'lgan bo'lsa, to'g'ri ish bo'lsa-mu, buni qilmaslik lozim. Bir munkar bo'lsa-mu, yoki munkar ko'rinsa-mu, bundan texim to'g'riroq ish bo'lgan taqdirda buni-cho qilmaslik lozim, tadrijiy qilish lozim. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Ayşe anamızga gap qilib, Ayşe sen bilemsen, bu Mekkelikler Kabe'ni yasagan vaqtda çekip, bularning puli yetmey, Hicr İsmail'din yani yani azırımı ayrım qo'sh ya. Chiqirib yutib qolganda. Ashini chiqirib yutib, sal kichigiltib sağan. Asli İbrahim alayhisalom o'l sağan yerga sanmagan. Degandan keyin deb bo'lib, agar mushqaqning tek endi yangidan musulmon bo'lganligini men o'ylamasam, chiqib İbrahim alayhisalomning o'li bo'yicha salta. Bularning yangidan musulmon bo'lganligi bu keyin nurg'un gap fitniga talashda chiqib sabab bo'lmasligi uchun men buni asli Rasululloh ko'ngli norozi. Lekin mush shaklda shu qo'yib qo'ydim degan. Nima uchun desa, musulmonlarning ichida fitna fasod bo'lishining oldini olish uchun payg'ambarimiz shu o'zi yaxshi ko'rgan ishni to'g'ri deb qaragan ishni qilmagan. Shunga bunga alohida diqqat qilish lozim. Bundan boshqamda 7. en muhim bir mesele şu aldıraksallıkka sebepçi olduğun nima desa acizlik endi. Yol chidab menib bo'lanmay, yo'lning jafosiga, da'voning jafosiga chidab bo'lanmay acizlik qilish, acizlik andın nimaga sebep bo'ldi desa aldıraksallıkka. Yani bu nima gap bu desa, bir odam ma'lum natijaga erishmoqchi, yo'l jafoliq. Yo'l jafoliq bo'lgandan keyin
derhallan bir işni qilib ço neticeге erişmekçi. Şunun bilen aldıraqsallık kılıdı, bir işni kılıdı, ahireti ziyallık. Xuddi o bir sahabeninki uruşda qattiq uruşkan bir adamni, bir sahabini körep, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeler kupap adam acep uruşda, qattiq batırlık bilen uruşda. Digen vakitte o devzakta deb cevap bergen. O adam devzakta oldu degenden keyin sahabının biri o acep muyunda uruşup atkan adamni Resulullah devzakta oldu dedi ya. Dep hayran bolap, şunu oğlum ben küzettim o adamı dedi. Küztüptem, keyin yarlandı. Yarlangandan keyin özünün yarısınınki ağırlık çıdayanmay, şunu oğlan andan kılıçını meydesi koyaplam, özünü etip şunu oğlan ülüp aldı, özünü öldürüp aldı degan. Demek, yarga çıdamay adam qanday qildi? Aldıraqsallık qildi. Mümkün şu yarda ölüşü mümkündü, şehit oldu. Xuddi şuningdek, ma'lum yo'ldagi jafoga çıdamay, acizlikning sebebinden aldıraqsallık kıldıgan işler yüz berdi. Yana 8. aldıraqsallık asas sebep bulduğun bir nokta nima deyse, öz yalğız, tecrübesiz halatda ya tecrübesiz adamdan jiroq öz yalğız hizmet qilish. Mana bu öz yalğız hizmet qilishning özümü ahirda aldıraqsallık elib bardı, g'ururlik elib bardı, hizmetni tashlashga elib bardı. Şu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu tecrübenin muhimligi. Her qandaq işte meyli ilimde olsun, meyli ibadette olsun, meyli kumandanlıkta olsun. Mesela Halid bin Velid yengdim Müslüman bolsunmu, Ebu Bekir Ömer baq qo'shinuvchi başlık qilgan. Yengdim Müslüman bu adamni. Demiş hadise tecrübelik. Abdurrahman ibn Avf mesela. Amr ibn al-As, Amr ibn al-As mı kim Müslüman bolganning biri. Lekin Amr ibn Asım Arapның içindeki en zirek, en akıllık deb tunulgan adam. Bunun için nurgun işleri kumandan kılgan. Bu yerde tecrübe muhim. Şu an her kandak adam çokum cemaatleşiş, tecrübelik adamla bilen birle iş kılışka Allah'a tirişçilik kılış lazım. Onda kılmaganda şu aldıraqsallıkka sebep buldu. Şu Peygamberimiz mesela namazda ya ummul kavme akra'uhum li kitabillah. Kur'an'ı kim yaxşı okuyalısa şu namazda imam buldu. Eğer ular Kur'an'da beraber okup kalsıyor dese, sünnetini en cık bulduğunu. Sünnetini biliştin beraber okup kalsıyor dese, kayısı burun Müslüman boğan bolsa. Dep muşunda şu Allah'da bunu reddlik bayan kılgan. Demek tecrübelik, ilimlik, adamla bilen birli iş kılış insanın aldıraqsallıkını saklaydı. Yalğız hizmet kılışının üze aldıraqsallık şu elip bardı. Yani bu hakta nurgun sebeplerini bayan qıptı lekin alimlar. Ben oturup koygandım başqımı yani üç xil. Vaqt olsa çıqraq ammini deb qilsak bitti ama vaqtini berib qo'yildi. Shundan ko'pay qilsak. Tamam. Endi ustoz bu masalan şu aldıraqsallıkdan ibaret bu illettin qutuluşniki çarları nimamdi? Qanday qilganda bunu qutulg'ili bo'ldi? Yani yaman ko'rilgan aldıraqsallıkdan hem. Bunun endi qutulishning eng birinchi yo'li aldıraqsallıkning natijasini obdan kuzatish. Yani ma ishni qilsam buning natijasi qanday bo'lar deb oxirgi natija masalan xotni achchig'ini keltirib bir odamdan talag'imni va deb talab qildi. Adam talag'ini berishdan burun talab qilaversam nima ish bo'lar? Qanday natija kelib chiqadi deb buni o'ylash lozim. Buni o'ylagan vaqtda bu odamning achchig'i, qonning qizishi salcho to'xtaydi. Masalan tijoratda bo'lsin, xizmatda bo'lsin, har qanday ishda buning natijasi qanday bo'ladi deb obdan bir temkinlik bilan o'ylasa bir inson cho'qim aldıraqsallıkning zinini tasavvur qila oladi. Shuning bilan bu ishdan shu qo'l uzalaydi. İkincisi Allah subhanahu ve ta'ala'nınki kitabı Kur'an-ı Kerim'ni çok okuş. Kur'an-ı Kerim'ni okuyamaydı Allah, bunun ma'nisini okuş. Yani tercümesini okuş. Bu muço insanınki kalbini hatırcam kılışka Allah'a sebepçi oldu. Nime için? Temkinlik. Nime için dese Kur'an-ı Kerim'de burunki peygamberlerin vakalikleri. Bu peygamberlerinki yüzününki halkı bilen boğan küreşleri. Bu küreşteki galbi kimgi boğan, mağlubiyet kimgi boğan.
Şunda yuğançılık kıygan Firavun olsun, Haman olsun ve onundan başka nurgun Samud kavimleri olsun. Bu kavminin kandak halak boğallığı. Allah'ın peygamberlerininki kandak üstünlüğü galbi erişkenligi. Muşlarning hemmesi şu Kur'an-ı Kerim'de bak. Kur'an-ı Kerim'de ve umli lehum inne keydi metin. Mesela kafirlar qarta men ularga möhlet vermem. Möhlet vermem. Vakti kelgende şu boş koymay jazalayman. Yana bir ayet Allah Subhanahu ve Taala'dan hiç narsa gafil emas. Hiç narsani Allah bilmey qalmaydi. Komünistning bugungi askiligini bilmey qalmaydi. Aş uşak ballarını öldürevatkanlığını bilmey qalmaydi. Hemmini bilip durdu. Firavun şunda nurgun küçük ballarını öldürüp ayallarını olcuk kıygan vakitte Allah garip kıygan. Muşu bizning halkımızdan ilavatkan şu küçük balalar, şu depsen kılınavatkan ayallar, çokum bu komünistinin Allah'ın gazı uçuruşuna çokum sebepçi buldu. Bunun bizning işencimiz buluş lazım. İnne ahzahu alimun şedid. Allah cezalığa vakitte boş cezalamaydı. Katli kaçıp kutulanmaydı. Muşalarının hemmesi nerede varsa Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'de var. Kur'an-ı Kerim'den cık okusak, bunundaki vakalikini ondan okusak, şukum bu bizge alahide temkinlikni, bu kainatının bir ilgisinin bağlılığını tuntudu. Şunun için ikincisi Kur'an-ı Kerim'ni köp okuş lazım. Üçüncüsü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünnetini ve Resulullah'ın iş izlerini okuş lazım. Resulullah'ın kandak davetinin kandak başlıqanlığı, kandak kıyınçılık duç kelgenligi, kafirliğin kandak zarbiga uçurganlığı, bunun kandak çıdıganlığı, hizmetinin kandak davamlaştırganlığı, hizmetin her kançı zulüm, her kançı kapılık kepkesini toktap kalmaganlığı, muşularının hemmisini biz okusak şu, biz dava yolda toktap kalsak bolmaydı iken, ma hizmeti toktap kalsak bolmaydı iken, çokum biz izcillik bilen mansak çokum galbi kıldikenmiz degan nurgun hakikatini çoğu biz köreleyimiz. Resulullah yüz yalğuz başlagan. Yüz yalğuz bir müşrikler işine bir cemiyette muş davetini başlap şu yerde kişilerini bu hakkını tunutup kişilerge onun için hicret kılıp andın küçülünüp yüzünün jütini, tuğulgan jütini fetih kılıp keyin bu İslam'ni dünyanın üçten biri çoğu tarqatkan. Demek Resulullah'ın hayatını okuşunun üzümü bizgi temkinlikni, hizmetli izchillikni ügütüdügan üçüncü muhim bir asas. Dördüncüsü tarihi kitaplarını okuş. Mesela bizning vatan hakkında yazılgan tarihi kitaplarını, insanlar hakkındaki tarihi kitaplarını, insanların bizge okşagan vatani aşında tecavüzü uçurap buna kandak mustaqil olgan mesela. Kandak işlerini beşinin ötküzgen bularını okuşunun üzü. Yani bizning vatanimizde meyli Şarkı Türkistan tarihi olsun ve onundan başka tarih Hamidiye olsun, nurgun tarih kitaplarını okusak, birinci olap düşmanımızın ahvalını biliriz. Düşmanının bizge yürgizgen siyasetini tarihten bu yan kandak boğallığını biliriz. Bizning ketkizip koygan taraflarımız ne? Hata kıygan taraflarımızın çoğu hem biliriz. Şunun için tarih kitaplarını okuş, bu mu bizden hizmette temkin buluşka, aldıraqsallıqni, bepervalıqni taşlaşqa alahide sebepçi olduğun dördüncü amil. Beşinci amil nima desa, her qandaq vaqtda çokum tecrübe ilgilileri bilen hizmetde cık işini beşidin ötkizgen adamlar bilen birge hizmet qilish. La yuldagul mu'minu min juhrin vahidin marratayn deydi. Mümin bir tüşkütün iki qatım çoğu çekilmaydı o. Dep muşnaq degan unda bo'lgandan keyin biz birgi tajribani tarixiy kitobdan olsak, ikkinchi mush da'vo sifatidagi xizmat yo'lidagi tajribali shaxslardan cho bularning ish izlaridan, bularning gap so'zlaridan alohida o'zimizning buningdan keyingi hayotimizda xizmatni qanday qilish, da'voni qanday qilish, ma xizmatda qanday menish mush masalalar haqida cho bular bilan birga menish, shuning bilan birga bularning tajribasidan cho paydalanish, mana bu mu bizning aldıraqsallıqni taşlash, temkinlik bilan o'zimizni zinnetlashninki 5-ci amili. 6-cısı tabii halda düşmanni yaxshi tushunishimdi. Düşmanning bizga qarshi qo'llanayotgan uslublarini, vasitalarini
obdan tushunish. Hayron qolarlik ish masalan hozirga qadar endi bizda eg'ir bir kamchilik Xitoyning ishida bizni tadqiq qiladigan nurg'un maktablarda, universitetlarda nurg'un markazlar bor ekan. Xo'sh. Bizning hamma diniy, ijtimoiy, axloqiy, urf-odat hamma tarafimizni tadqiq qilgan. Lekin hozirga qadar chet elda bizning ishimizdan rasmiy Xitoy tadqiqotida Xitoy millati manda millat deb bizga ilmiy uslubda hammamiz tillash oson. Eski zat tillashga loyiq tillashimiz lozim. Lekin buning ojizligi nada bu Xitoyninki? Bunun kuchli tarafi ne? Mesela deb resmi Xitoy tadqiqotida yetishgan odamlarimiz bunday cheklik. Bunu qilishimiz lozim. Yani düşmanimizni bilish, düşmanimizning suiqasd bularning bizga qarshi vosita qo'llanayotgan vositalarni uslublarini bilish, bu bizni temkinlik bilan xizmat qilishga undaydigan aldiraqsallikni tashlashga yedekchi bo'lgan 6-cı bir amil. 7-ci amil nima desa, biz o'zimizni bu shunday temkinlikka alohida chiniqtirish. Masalan, bir odam xotini bilan urushib qoldi, men temkin bo'lsam bo'ldi deb buni o'ylash. Mesela do'sti bilan gap talashib qoldi, temkinlik Rasululloh bizni qiziqtirgan axloq ekan. Men temkin bo'lsam bo'ldi deb buni chu o'ylash orqali o'zini bu shunday temkin, nayt har qanday ishni chiroyli obdan o'ylanib, buning oldi-keynini, natijasini o'ylanib qila oladigan bu shunday iqtidorni chu yetishtirishga alohida tirishchanlik qilish. 8-incisi tabiiy holda yuqorida mı dedik? Xato ish chiqimdi. Bizning ailemizde ma'lum xato ish bo'lishi mumkin. Kishilar bilan bo'lgan munosabatimizda do'stlarimizda xato ish bo'lishi mumkin. Jamiyat xato ish bo'lishi mumkin. Bu xato ishlar bilan qanday muomala qilamiz? Bu xato ishni, xato so'zni, xato harakatni qanday tuzimiz? Bu haqda shu o'zimizningki har tarafdan saviyasini oshirish. Yuqorida deyilgandek bir xatolikni tuzdiman deb haliqa bizda bir gap bor, sen chapqin olaman deb ko'zni qarib qilma deydigan bir gap bor. Xuddi shuningdek ma'lum oilamizda bo'lsin, tijoratda bo'lsin, da'voda bo'lsin, tashkilotda bo'lsin, ma'lum xatolikni tuzdiman deb bu xatolikni tuzish bilan tashkilot vayron bo'lib ketirgan, ya oila vayron bo'lib ketirgan, yoki shirkat buzildigan manda ish kelib chiqamdi, ya qanday natija kelib chiqdi. Buluğu qarab, bunun neticesini obdan o'ylanib, undan keyin cho xatolikni tuzishga intilsak, yuzlansak, o chaqda cho biz ishni to'g'ri qilgan bo'lamiz. O chaqda biz ishimizni natijelik qila oladigan, natijelik, yaxshi natijaga erishish mushadan kelib chiqadi. Temkinlik mushadan kelib chiqadi. Xo'sh, Allah razı olsun ustoz. Vaktimga berib qoldi, tugatsak qoldik. Allah razı olsun, Allah hammamizni manfaatli qilsin. Hurmatli televizor ko'ruvchi qarindoshlar, bugungi tuzatishga tegishli illatlar nomli programmamiz bu yerda oxirlashdi. Inshaalloh yana kelarki programmada ko'rishmak umidi bilan hammalarni Janob Alloh taologa topshirdik. Xayr, xo'sh, omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.